AQShdagi logistik transportniy kompaniyalarga servis ko'rsatish. Trakni yurg'izish kerak. Trak o'zi to'xtab qolishi kerak emas. Bizda общий kompaniyada 200 tadan oshiq trak обслуживание bo'lgan. Hamma narsa yopiladi, to'xtaydi. Nimadir mo'ljalamaysiz. Xudo berib qo'yadi, o'zidan o'zi berib qo'yganini bilmay qolasiz. Prosta u yog'ini ushab rivojlantirish kerak bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bizni tadbirkor loyihamizning yangi sonini olamiz va bugungi sonimizning mehmoni Murodov Sanjar aka bo'ladilar. Jet Track Logistics loyihasining asoschisi bo'ladilar. Oka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz aka obunachilarga. Mening ismim Murodov Sanjar, Jet Track Logistics asoschisiman. Faoliyatimizni 2020-yilda boshlaganmiz. Bizning основной направленiyamiz AQShdagi logistik transportniy kompaniyalarga servis ko'rsatish, servis eksport qilamiz. Bu aynan logistika biznesiga kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan aka? Sabablar har xil bo'lgan. Shu Amerikada bir partnyorlarimiz bo'lgan, tanishlarimiz bo'lgan. Partnyor emas, u payt tanishimiz bo'lgan. Shu 2019-2020 yilida bo'lsa pandemiya sababli karantin hamma yoqda yopilib qo'ygandan keyin Amerikada shu sababli transportniy boom desa bo'ladi, boshlangan. O'sha paytda esimda bor, partnyorlarimizni kompaniyasi unaqa katta emas edi. Bor yo'q nari borsa bir 10 tacha грузовой mashina, ya'ni trak bo'lgan soni. Shu sababli Amerikadagi partnyorlarimiz shu biznesni sal masshtabliroq qilish rejalashtirishgan. Shu narsa sababli keyin ular uchun qaysidir payt shunaqa ham tushunishganki, to'shda u yoqda ham Amerikada o'zi основной sabab O'zbekistonda, agar shundan boshlasak, logistika rivojlanish logistika sohasi mana shunaqa shunchalik darajaga yetib borgan sabablardan biri Amerikada ish kuchi birinchidan juda qimmat, ikkinchidan shuncha kompaniyaga spetsialist topish ham juda oson emas. O'sha 2020-yilda ular masshtabировать qilayotgan paytida tushunishgan, to'shda telefonda gaplashganimizda, Sanjar, mana shunaqa spetsialistni topa olasizlarmi? O'zbekistonda ofis ochsak, odamlarni yig'ib ularni обучать qilishga qanaqa nima deysizlar, qaraysizlar desam, kelinglar, давайте попробуем. Ishlab ko'ramiz, bitta nima o'xshar ekan. Qilmagunimizcha ham bilmaymiz bu narsani. Va 2020-yilda shu yerda kompaniya ochib, 2-3 ta xodimdan boshlab ularni o'rgatib, qaysidir o'zi opit bilan kelgan, qaysidir o'zi biz o'rgatganmiz. Shunaqa boshlangan. Va Amerikadagi o'zi partnyorlarimiz грузовой trak sonini ko'paytirib, sekin-sekin mana shunaqa katta masshtablarga yetishgan. Mana 2020-yil shu 15-mart kuni mana karantin e'lon qilingan bo'lsa O'zbekistonda, o'sha aynan qaysi oy boshlangan shunda faoliyatingiz? Bizniki o'zi iyulda boshlangan. Iyulda boshlaganmiz, paka firmani biz esimda avgustda ochganmiz. O'zi ofitsialni ochilib, ishchilarni ish joyini yaratib, ofitsialni boshlaganmiz. Lekin harakatni sal undan vaqtliroq boshlaganmiz. Taxminan shu iyun atrofida sekin-sekin boshlab, endi prosta ochib qo'yib buni yurg'izishni qilishga, shu narsani tayyorlash kerak baribir. Spetsialistlarni tayyorlash kerak, o'rgatish kerak. Va avgust oyida o'zi ochganmiz. Zo'r, juda tez harakat qilish kerakligini tushungansizlar va vaqtida harakat qilib qo'ygan. Juda vaqtida harakat qilingan. Natijalar juda yaxshi bo'lgan. Kompaniyamiz juda tez rivojlanib ketgan. O'sha 2-3 ta xodim bilan boshlaganmiz dedingiz. Shu qanaqa lavozimlarda ishlashgan xodimlar? Boshlanishiga endi logistikada ishlaganlar tushunadi.
boshlanishiga o'zi asosan dispetcher degan lavozim bor. O'sha dispetcherlarni topish endi u payt sal muammoroq bo'lgan. Hozir bu juda развитый sfera, juda ko'p ko'chada dispetcher, updater, любой mana shu department deymiz, отделы specialistlari juda ko'p. Dispetcherni aynan mana faoliyati mana boshidan oxirigacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, mana bitta protsessni boshidan oxirigacha menejering qilib boradi-yu. Shu protsessi qanaqa? Shuni hali aynan dispetchermi? Aynan dispetcher vazifasi yuk olish. Ya'ni bizda transporting kompaniyani o'zi bilsangiz qanday bu sistema ishlaydi o'zi. Bizda o'zi dispetcherdan tashqari o'zi aslida bu juda ko'p отдел specialistlar bor. Faqat dispetcher taraflama qaramaymiz. Dispetcher u ya'ni u yuk oluvchi odam. Amerikada masalan trakka, gruzovikka yuk olib berib, uni planlashtirish. Hafta davomida trakka yurg'izish kerak. Trak o'zi to'xtab qolishi kerak emas. U har doim yuk bo'lishi kerak unga. Dispetcher ya'ni o'shani именно planlashtirib A tochkadan B tochkaga olib borib, u yoqdan B dan yana boshqa joyga olib borish, yuk o'sha tochka B tochkadan yana yuk olib ketma-ket ulab ketish kerak hamma narsani. Voditelni vaqtida uyga olib borish, dam oldirish, hamma narsani rejalashtiradigan odam dispetcher. Lekin dispetcherdan tashqari bizda masalan fleet degan department bor, accounting, safety, update endi u ko'proq dispetchga bog'liqroq department, updater va har xil turli отделlarimiz bor o'zi aslida. Bu servis ko'rsatish faqat yuk olish emas. Bor shunaqa ham servislar faqat yuk olish bilan shug'ullanadi. Hozir dispetch servislar juda ko'p. Возможность davlat taraflama juda katta возможностьlar berilgan o'zi aslida. Qanaqa возможность? Qanaqa lьготалар bor? O'zi, kстати, O'zbekistonda juda ko'p mana shu logistika faoliyatini olib boradigan kompaniyalar ko'paygani sababi davlatimiz tarafdan juda katta realniy возможностьlar berilgan. Birinchisi o'sha IT parkka bilsangiz. Da, bilaman. IT park как раз 2021-yilda adashmasam ochilib shu sharoitni yaratib berishgan. Ya'ni налогlardan bo'shatilgan. Подоходный налог ishchiligi masalan minimalniy qilingan. Bu qanaqa rus tilida aytadi-yu, trigger deb, shu narsa trigger bo'lib bergan o'zi. Juda ko'p kompaniya O'zbekistonda Amerikadagi vatandoshlarimiz faoliyatini O'zbekistonga ko'chirishni boshlagan. Chunki tushunishda to'g'ri bo'ldi. Hozir официальный bemalol ishlasa bo'ladi. Biznes uchun Amerikadan ko'ra O'zbekiston yaxshiroq sharoit yaratib berdi. Logistik. Именно mana shu chet el bilan ishlash uchun. Chet el bilan ishlash uchun juda katta. Uncha davlatda hozir bu narsa yo'q. Masalan bizda Qozog'istonlik partnyorlar bor, Qirg'izistonlik partnyorlar bor. Lekin даже Qozog'iston bilan Qirg'izistonda bu narsa hozircha yo'q. Qirg'izistonda относительно bor mana shunaqa kompaniyalar, trakovый kompaniya, logistik kompaniyalarga xizmat ko'rsatadiganlar bor. Qozog'istonda ko'p emas. Ularda ham xuddi shunaqa lьготалар berilganmi davlatlarga? Yo'q. Eshitishim bo'yicha yo'q, hali unaqa narsa yo'q. Ularda bizda именно mana shu IT park bilsangiz faqat logistika emas. Mana shu chet el bilan ishlaydigan именно IT sfera, bizning sfera ham IT ga hisoblanadi. Sabab biz mana shu internet orqali shunga o'xshash turli platformalar bo'yicha ish olib boramiz. Demak, chet eldan o'sha kirib keladigan moliyaga yo'naltirilgan bizneslarga hammasiga shunaqa imkoniyatlar yaratib beriladi shu kungacha. Zo'r. Buni hozir muddati bormi? Qaysidir muddatgacha qo'yishgan, qaysidir yilgacha belgilanganmi? Adashmasam muddati bor. 2000 esimda yo'q точно, lekin menimcha 2028 mi, 2029 mi? No, я уверен, что davlatimiz tarafdan yana beriladi. Cho'zib beriladi yoki yana undan ham balkim zo'r imkoniyatlar berilib qolishi mumkin. Sabab bu rivojlanyapti. Bu sfera hozir pikda deb o'ylayman, lekin ertangi kunni bilib bo'lmaydi. Balkim undan zo'r bo'lib ketadi, yana rivojlanib ketishi mumkin. Hozir simbolik ko'ryapsiz, mana bu
qarasam internet har xil internet turli sotsialniy set barobatlarlar juda katta tezroq rivojlanib ketyapti. Ayniqsa mana oxirgi 1-2 yil ichida ko'ryapmiz, искусственный intellekt degan narsa chiqqan, sun'iy intellekt. Juda katta proyektlar eshitishim bo'yicha odamlar mana rosti qilib yotibdi. To'xtamayapti. Bizani specialistlar, причем hozir qarab turibmiz, juda yaxshi ish olib boryapti. Talantlar juda ko'p O'zbekistonda. Aynan shu logistikaga qaytadigan bo'lsak, bizani specialist baribir logistika. Biz faqat yuk tashuvchi mashinani, ya'ni trakni A tochkadan B tochkaga olib borish emas. Tushuntirgandek, bizda ko'p отделlar bor. Ya'ni bilsangiz agar mana gruzavik A tochkadan B tochkaga borishga uni tayyorlash kerak. Avvalambor birinchi очередь shu transportni anaqani gruzavikka olish kerak. Uni olish uchun endi Amerikadagi partnyorlar har xil kompaniyalar bilan gaplashadi. Lizingoviy kompaniya bormi yoki banklar bilan finansирование kredit olib turib gruzavikka olib chiqish. Uni olib chiqqandan keyin u trak yurish uchun nima kerak? Shofer kerak bizga. Shoferlarni biz O'zbekistondan turib tortamiz. Bunaqa kompaniyalar hozir O'zbekistonda rosa ko'payib ketdi. Именно rekruter servis deyiladi. Ular usluga оказывать qiladi. То есть amerikanskiy transportning kompaniyalarga shu yerdan O'zbekistondan turib shofer topib beradi. Ya'ni bu keyingi etap. Shofer topildi, все, trak, то есть yurishga tayyor. Keyingi etapimiz mana shu aytganimdek dispetcher qo'shiladi o'sha. Dispetcher yuk qidirishni boshlaydi. Dispetcherdan oldin yana bitta narsani aytaman, safety degan отделimiz bor. U har xil turli dokumentlarni tayyorlash kerak. То есть водитель просто chiqib haydab keta olmaydi. Uni ruxsati, bir ikkita ruxsati bor, boshqa masalan shtatlarga kirishga ruxsati bo'lishi kerak, registratsiyalari bo'lishi kerak. Har xil turli narsalari bor o'zining ishlari. O'sha safety отдел qo'shiladi, hamma narsani tayyorlab, dokumentlarni tayyorlab, trakka yo'lga chiqishga уже ruxsati bo'ladi. Shu payt dispetcher qo'shiladi. Dispetcher yuk olib A tochkadan B tochkaga условно haydaydi. Yuk topadi, rejalashtiriladi. Dispetcher ham bilish kerak, masalan, просто yuk olib xohlagan joyiga jo'natib yuborish kerak emas. U изначально уже planini olib boradi. U biladi, что A tochkadan B tochkaga olib borish kerak trakka, lekin B tochkadan chiqib ketishni ham o'ylash kerak. Xuddi yuk bo'lmasligi mumkin. O'sha narsani planlashtiradi. Yaxshi joyga B tochka shunaqa ham yaxshi bo'lish kerak, что o'sha yerdan C tochkaga, допустим, yaxshi yuk bo'lish kerak. Shunaqa planlashtirilib, haftalik plan boriladi. Undan keyin yuk olinib, dostavka qilib bo'lgandan keyin ana o'sha yerda buxgalteriya accounting degan отделimiz bo'ladi по идее. Hamma dokument tashlanadi, то что yuk tashildi. Подтверждение hamma narsa olinadi brokerdan. Broker u yuk beruvchi odam. Accounting отдел o'sha narsani проверка qilib pul olishni boshlaydi. Qilgan xizmatiga. Masalan, post oplata, значит. Da. Post oplata bo'ladi. Uni spetsifikasi juda o'ziga yarasha qiyinchiligi ham bor, Amerikada удобстволari ham bor. Proses mana shunaqa ketaveradi. Tasavvur qiling, bitta ikkita trakdan boshlaganmiz. Biz ham kontraktdan boshlaganmiz, lekin bu masshtab 1 yil, 2 yil ichida shunaqa ham bo'lib ketganki, bizda общий kompaniyada 200 tadan oshuv trak обслуживание bo'lgan. Zo'r. 200 tadan oshuv trak обслуживание bo'lgan. Bu 200 ta trak обслуживание qilishga biz ham bitta personal yig'ishni boshlaganmiz. Уже то есть bizga 2-3 ta odam yetmaydi. 2022-yilgacha bizda уже 100 tadan oshuv odam ishlashni boshlagan. 100 tadan oshuv odam. Ko'pchiligi student. Kunduz kuni o'qiydi, kechasi kelib ishlaydi. Ishlaydi, kimdir kunduz ishlaydi, har xil, hammada har xil vaziyat, o'shanga qarab biz ishga olamiz. Va именно mana shu tendensiyani заметить qildim. Главный не проблема, bu yerda ishchilarni qanaqa nabor olinadi, qayerdan specialistlar topiladi o'zi degan savolga javob. Mana shu oxirgi 10 yillik ichida sal kamroqdir. Bizani ma'lum yoshlar ingliz tilini yaxshi darajada o'qishni boshlagan. Bu sohada ishlash uchun birinchi o'chirib sizning ingliz tili bo'lishi kerak. Yaxshi darajada.
bemalol Amerikadagilar bilan kimdirlar bilan gaplashishadigan darajada ingliz tili bo'lishi kerak. Biz shunaqa spetsialistlarni topib, объявлениялар berib, esimda bor, даже Westminster universitetida ham объявлениялар berardi. Kimdir yaxshi o'quvchilar, ingliz tili yaxshi bo'lsa, o'zimiz kelinglar, o'zimiz o'rgatib olamiz mana bitta deb. Shunaqa paytlar ham bo'lgan esimda bor. Hozir уже spetsialistlar juda ko'p. Hozir bitta e'lon bersangiz, masalan, 100 ta odam yozadi. Mani ishga olinglar, bunaqa qilinglar, men buncha o'pitim bor, men bu ishni qilishni bilaman deb 100 ta odam yozadi. Boshida sal qiyinroq edi. Hozir demak, hozir mana mutaxassislarni oldingidan ko'ra arzonroq oylikga ishlatsa bo'ladimi shunda? Kimlar agar сравнивать qilsak? Oldingi mana yillar bilan, misol uchun kamroq bo'lgan-ku mutaxassislar. Arzonroq demayman. Unaqa emas. Arzonroq demayman. Yaxshi spetsialist har doim talab bor. Yaxshi spetsialistga har doim talab bor, nabarot uni oyligi borgan sari oshib kelaveradi. Bizda shunaqa ham problema deb bo'lmaydi-yu, shunaqa endi narsalar bo'lgan. То есть spetsialist boshida условно $1000 ga ishlagan, $500 ga yoki ishlaganda, bora уже opiti ko'paygan sari ishni yaxshi olib boradi, hamma narsani vaqtida qiladi. Shunaqa ham paytlar bo'lganki, то что biz уже AQSh dollariga taqqoslasak, masalan, $3000 to'lashimiz kerak bo'lgan. $4000 kimgadir to'lash kerak bo'lgan. Если odam bu narsani заслуживать qilsa, ishini toza qilsa, почему бы и нет? Spetsialistlar bo'lishi kerak. Agar buni xodimlar ketib qolsa, misol uchun, "Yo'q, men bermayman, kamroq beraman" deb ketib qolsa, bu qimmatga tushadi kompaniyaga. Незаменимых людей нет. Boshqasini olib o'rgatib olsa bo'ladi. Da, bu sal og'ir bo'lishi mumkin qaysidir payt kompaniyaga nimadir bo'lishi mumkin, lekin boshqani olib o'rgatib olsa bo'ladi. Незаменимых людей нет. Lekin biz har doim harakat qilamiz yaxshi spetsialist ushlab qolishga. Tushunarli. Hozir menda savol bor edi, mana boshdan bir miyamni ushlab turibman. Men A tochkadan B tochkaga olib boradi-yu gruzni. Gruzni olib borganda, o'sha asosan bitta gruzni bittada olib, to'xtamasdan B tochkaga boradimi? Yo'q. Bu yukka продолжительностьga bog'liq. Amerikada ham biza, kстати, уже spetsialist deganda ham уже tushunadi. То что Amerikada o'zini zakonlari bor. Masalan, birinchisi shoper bitta o'zi, ya'ni sherisiz yursa, u 8,5 soat, 11 soatdan ko'p mumkin emas yurish u shoperga. То есть siz yukingiz bo'lishi mumkinki, to'g'risi, masalan, Nyu-Yorkdan Kaliforniyaga yoki nabarot Kaliforniyadan Nyu-Yorkka borishingiz kerak. Siz bilasiz, то что 11,5 soat ichida u faktiski yura olmaydi bunaqa. Qanchadir dam oladi, keyin yana yukini qiladi. Bunaqa yuk masalan 3 kunga cho'ziladi, 4 kunga cho'zilishi mumkin. Dispetcher aynan o'sha narsani ham inobatga olib, planlashtirish kerak har doim. Dam oladigan paytlar. Да, shoper dam oladigan payt. Потому что мы не можем законы нарушать. Yo'q, men aytmoqchi bo'lgan savolim sal boshqacharoq edi. Mana misol uchun yuk oldi, yukni oldi, eshikni yopdi bo'ldi. U yukka yana yuk qo'shiladimi yo'qmi yo'lda? Yo'q. Bir xillarda bo'ladi, har xil partial degan yuk bo'ladi. Partial degan deymiz, u сборный masalan har xil yuklarni olishi. No 99% naверное biza pakram bizani kompaniya olib borgan yuklar. Bitta A tochkadan B tochkaga bitta o'sha treyler deymiz, treylerga yuklangan, o'sha bir xilida tayyor treyler bo'ladi, o'sha yuklanib bo'lgan. Bir xilida shoferimiz kelib kutadi, o'zimizdan treyler bilan bo'lsa, shoferimiz kelib kutadi, uni qachon загрузка qilib berishadi deb. Загрузкаdan keyin o'zini prosesslari bor, yopib olib boradigan. Treyler deyotganingiz tushunarli bo'lishi uchun, mashinaning orqa qismi. Da, orqa qismi. Shu oldi qismini haydab keladi, orqa qismini ulashadi, ketdi shu bilan. Trak deganda biz har doim tushunamiz oldi qismini, faqat mana kabina bo'ladi-yu. Shofer o'tiradigan kabina. Treyler bir xil kompaniyada o'ziniki bo'ladi, bir xilida bo'lmaydi. Treyler u отдельный как бы o'sha narsa. Unda yaxshi, chunki men savol tug'ilyotdi, men o'zim ani ko'p o'ylash yomon ko'raman-da. Shu aytganingizdek, ani bitta borsa juda ham yaxshi. Ham shu kutib o'tirmaydi, ani qachon bu aylanib yig'ib kelar ekanmi degan savollar bo'lmasa ekan, buni juda oson ekan. Juda ham zo'r. Yaxshi, qulay ekan demoqchiman-da. No, buni ham minusi bor. Bu sizga garantiya bermaydi, to что siz yukingiz masalan yig'ish bo'yicha, masalan tez-tez уже tayyor bo'lib yig'ib chiqishingiz mumkin.
lekin tayyor treyler sizga garantiya bermaydi, что siz sho'piringiz yoki trakingiz qolib ketadi, загрузкада yoki разгрузкада qolib ketadi degan garantiya yo'q. Bizda shunaqa ham voqealar bo'lgan, то что bir kun 2 kunlab qolib ketgan разгрузкада yoki загрузкада. Nega Основной разгрузкада. U har xil faktorlar bo'lishi mumkin. Amerikada masalan B точкада facility deymiz, то есть sklad. Yuk olib keldingiz, mana skladga yuk olib keldingiz. U yerda odam yetishmovchiligi bo'lishi mumkin, sklad ishlamay qolishi mumkin yoki juda ko'p trak bo'lib qoldi, birdaniga kelib qoldi. Har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. O'sha payt qolib ketiladi. No, bunaqa vaziyatda endi ilgari hozir sal qiyinlashgan, ilgari o'sha broker, ya'ni yuk beruvchi odam дополнительный pul to'lab berardi kutib qolgani uchun. Hozir AQShda oxirgi 1-2 yilda juda trakoviyda o'zgarishlar ham bo'lib qoldi. То есть qayerdadir zakonlar жесткийroq ishlashni boshladi, qayerdadir brokerlar жесткий ishlashni boshladi. Shuning uchun juda ko'p trakoviy imенно kompaniyaga oxirgi 2 yil desam to'g'riroq bo'ladi, sal qiyinroq bo'lib qoldi. Hozir broker deganingiz kimlar ular? Broker degani yuk sotadigan odam. Mana biz A точкадан B точкаga yuk olib borish uchun yuk topishimiz kerak. Har xil platformalar bo'ladi. Ya'ni DT bor, Amazon bor. Brokerlarni, ya'ni sayti, ular yuklarni o'sha yerga qo'yishadi. То есть объявление desa bo'ladi endi. Bizani anaqada объявление qo'yadi. То есть mana bunaqa yukim bor. Kaliforniyadan Nyu-Yorkka borish kerak. Mashincha pul to'layman. Og'irligi mashincha. Dispetcher o'sha hamma narsani ko'radi, qaraydi masalan. Kaliforniyada как раз mana shu trakim bor deydi. Mana shu yukka brokerga telefon qiladi yoki yozadi. Mana shu yuk bor ekan. To'g'ri keladimi yo'qmi o'zi сравнивать qiladi masalan. Tanimagan broker bo'lishi mumkin, moshennik brokerlar bo'ladi bir xilida. To'g'ri kelsa hamma narsa gaplashiladi broker bilan. Broker подтверждение bergandan keyin bo'ldi, kelishiladi. Rate.com degan narsa deyiladi bizda. Rate confirmation, ya'ni kelishib o'sha yuk olinadi. Yuk olinib, keyin dal shu o'zini destination deymiz. O'sha yerga olib borish kerak. Brokerda ham o'zini обязательствоsi bo'ladi. Kompaniya ham trakovый kompaniyada ham o'zini обязательствоsi bo'ladi. Hamma taraf o'sha обязательствоni bajarish kerak. Sanjar aka, mana ishdan tashqari nimalar bilan shug'ullanasiz? Hobbilaringiz bormi? Hobbiga to'g'risini aytsa oxirgi yil davomida vaqt yo'q, sababi bizani bilsangiz agar logistika sohasida o'zi основной vaqt kechki payt. Ya'ni biz основной ish vaqtimiz soat kechki payt shu 5 dan kerak bo'lsa ertalabgacha o'tiriladi. Kunduzi o'shaning uchun bir qiladi uyquga to'ymay, logistlarni shu o'z tilida aytganda uchist deydi, uchist logista. Kechki paytki hayot основной. Bo'sh qolsa, конечно, o'zimizning oilaviy ishlar bor. Har xil ko'chada birikti ishlarimiz bor. O'shalarni qilib yuramiz. Hobbilar ko'p, vaqt yo'q. Mana hozir ko'rib turibman, mana hozir shanba kuni intervyu olamiz. Hozir xodimlar yo'q. Mana ertaga dam olishsa kerak, shanba oddiy kuni shunda logistika to'xtab qoladimi? Yo'q, to'xtamaydi. Bu hozir ko'rayotgan ahvol sababi yangi yil bo'ldi. Amerikada основной payt bilsangiz agar yangi yildan ham ko'ra Rojdestvo o'tdi. Christmas deyiladi. Основной bayram o'sha. Hamma narsa yopiladi, to'xtaydi. Yangi yilda ham xuddi shu. Birinchi chisloda yopiladi, ko'pchilik shopir uyga kirib ketgan bo'ladi, o'shani hisobiga. Atak shanba, yakshanba hamma keladi shu. Logistika 24 soat ishlaydi. O'shaga hayron bo'ldim. Bu mashinalar kechasi bilan yuradi, nimaga hozir ishlar yo'q degan savol tug'ildi. Demak, ozgina yangi yil hisobiga. Yangi yil hisobiga juda ko'p shopirlar uyga kirib dam olgani, kirib ketganini hisobiga bu. Mana hozir ishda charchaysiz-ku. Charchaganingizda mana anu Klikka asoschilaridan biri Ulug'bek akadan intervyu olganimizda shu aytgan edilar, mana shu soat 11-12 bo'lib ketadi bir xil mahal kechasi. O'shanda keyin har xil odam bilan ko'rishaman, har xil energetika bo'ladi. Keyin shu bir yarim soat, 1 soat o'zim mashitib o'tiraman, bir musiqa eshitib,
uyga keyin kirib boraman degandilarda o'sha misol uchun mana ish tugaganingizdan keyin baribir опустошенность bo'ladi-yu qanaqadir charchaydi-ku odam. Shunda siz qanaqa yo'l tutasiz? Misol uchun energiyani qaytarib olish uchun. Peshkom yurishga harakat qilaman. Xuddi shunaqa mana ham shu aytganingizdek, naushnik taqib olib, muzika eshitib, peshkom yurib, xayolni to'g'rilab charchagandan ham emas, odam faqat ishni o'ylayversa ham bo'lmaydi. No, mana shu peshkom yurayotgan paytda ham baribir xohlasangiz, xohlamasangiz bir xilda ishingizni, keyingi proyektlaringizni o'ylaysiz. Nima yangilik kiritsam bo'lar ekan? Shu narsani o'ylab, o'zi ideyalar ham shunaqa tug'ilib qolishi mumkin. Sababi kimdir bilan ko'rishganda xushida shu do'st, biz ham masalan kechki payt bir xilda chiqamiz. Juda ko'p tanishlarimiz logistikada hamma kechki payt masalan 2-3 ta bo'shashi mumkin. Davay ko'rishinglar deyshadi. Ko'rishib gaplashadigan tema ishlarni gaplashamiz. Yarim kechasi 2-3 ta. Ertalabgacha bir xilda o'tiramiz bo'ladi. Har xil vaziyat bo'ladi. Shunaqa payt o'tirib gaplashganda ham qanaqadir ideya kelib qolishi mumkin. Odam uyga kelib faqat bo'ldi uxlayman deb o'tirsa ham noto'g'ri. Odamlar bilan muloqot qilish kerak. O'sha muloqotdan nimadir ideya chiqib keladi, nimadir plan chiqib keladi. Совместный ish nimadir chiqib kelishi mumkin. Biz ham mana shu sohamizda, kстати, aytib o'tmoqchi edim. Logistikadan tashqari biz hozir shunaqa ham proyekt qilamiz. Ya'ni TMS degan sistemani eshitganmisizlar yo'qmi bilmayman. TMS tanish juda. Ya'ni platforma, masalan, bizani sohaga kerak bo'lgan platforma. Yuk tiqadigan, hisoblab beradigan, полный учетini olib boradi ishni. Shunaqa platformani biz mana 2-3 yil oldin boshlaganmiz, даже undan ko'p bo'ldi. O'shani rivojlantirish planidamiz hozir. Sabab juda ko'p amerikanskiy kompaniyaga bunaqa platforma kerak bo'lyapti. Bundan kunga rivojlanyapti, kompaniya ko'payyapti. Lekin nimadir udobstvo yaratish kerak. Hozir mana 2 yildan beri aytdim-ku, sun'iy intellekt degan narsalar chiqib ketdi. O'shani integratsiya qilib turib, o'sha programmalarni odam настолько kuchayib ketyapti hozir bu narsa. Ya'ni уже bir xil pozitsiyadagi xodimlar kerak emas bo'lib qolyapti. Не то, что kerak emas, уже odam kuchi bu darajada ham kerak bo'lmayapti. Sistema avtomatik hamma narsani o'zi joylab qo'yapti, hamma narsani hisoblab beryapti даже. Bu degani biz xodimlarni сокращение olib borish kerak, u nabarat xodimlarga yengillik bo'lsin. Vaqti qanaqadir ekonom bo'ladi, u vaqtini nimadir boshqa полезный narsaga sarflasa bo'ladi. Mana hozir искусственный интеллект deganingizga mana My Taxi'ning asoschilaridan biri Akmal aka Paziyev borlar. Shu Amerikada hozir Numeo degan proyekt qilishgan. Akras o'sha logistika kompaniyalarga xizmat ko'rsatyapti. O'sha kompaniya siz xabaringiz bormi yo'qmi? Yo'q. Shunaqa ishlashyapti sizlar. O'shanga yaqinroq, demak o'sha TMS degan platformani ustida hozir razrabotkasi ustida ishlayapsizlar. Va u kelgan hozir beta versiyada chiqqanmi o'sha? Yo'q, beta emas. O'sha 2-3 yildan beri ishlatamiz uni. O'zingizlar ishlatasizlar. Ichki razrabochik ishlagan. Endi uni sizlar boshqa logistika kompaniyalariga o'shani hozir bizda до конца разработка minuslari ham bor. Ozgina o'zimiz ishlatdik, lekin qulay bo'ldi. Hamma darabotklarni minusini darabotka qilib, boshqa kompaniyalarga mana shu narsani predlagать qilib sotamiz. Hali price belgilanmagan. Yo'q, price emas. Bu bilasizmi, даже bu ideyalar o'zi qanaqa keladi? Bu pul ishlash maqsadida emas. Odamlarga qulaylik qilib, qulaylik yaratib, udobstvo yaratish, xullas, qisqasiga aytganda. Bu narsa keyinchalik mevasini beradi. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, mana misol uchun sizlar ozgina o'z darabotkalarini tugatyapsizlar. Keyin uni sizlar как бы пробный период qilib, ma'lum bir muddatga бесплатный qilib, sekin yig'averasizlar logistika kompaniyalarni platformalar ichida ekosistema bo'lib, hamma logistika kompaniyalar qo'shilib ko'payishni boshlaydi. O'sha protsessda uzr gapingiz bo'ldi, o'sha protsessda masalan qaysidir kompaniya chiqadi, aytadi, programmalarni mana bunaqa kamchiligi bor ekan, mana bu narsani yaratib qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Mana shunaqa qilib rivojlanadi любой platforma. Hamma narsa o'zi aslida olsa minus narsadan nimadir yaratsa bo'ladi. Bu ideya nimadir narsa aslida nimadir yetishmovchilik, kamchilikdan kelib chiqadi.
demak o'sha tekinga ishlatayotgan kompaniyalar ham sizga bitta fikr bersa bu avtomatik tarzda sizni bu yerda o'zingizni kompaniyangizni Конечно. yana ham rivojlantirib berishga Конечно. xizmat qilar ekanda. Tushundim, zo'r. Xo'p, agar mana logistika biznesi bilan shug'ullanmaganingizda nima biznes bilan shug'ullanasiz? Qiyin savol, to'g'risini aytsam o'ylab ko'rmagan ekanman. Endi shunaqa ham taqdir shunaqa ham olib kelib qo'yganki, o'zim bilmayman qanaqa logistikada sohada bo'lib qolganman. Просто aytayotganimdek, Amerikada tanishlar bo'lgan, akalarimiz bo'lgan, o'rtoqlarimiz bo'lgan. Mana shu narsani eshitib rivojlanib mana shu darajaga yetganmiz. Любой yaxshi ideya o'zi spontanniy chiqib keladi nimadirdan. Nimadir mo'ljalamaysiz. Xudo berib qo'yadi, o'zidan o'zi berib qo'yganini bilmay qolasiz. Просто u yog'ini ushlab rivojlantirish kerak bo'ldi. Tushundim. Mana bizda ham intervyuga savol berayotganimizda shu qiziq savollardan bittasi bor. Mana hozir hech kimga aytmagan shu bitta siringizni ayta olasizmi? Unaqa sirim yo'q, menimcha yo'q unaqa sirim. Sir saqlamaysiz. Yo'q. Anaqasi yo'q uni. Polzasi yo'q. Mana Sanjar aka bizda shunaqa odatimiz bor. Mana har bitta intervyuda yana ham ko'proq odam ko'rishi uchun, yana ham ko'proq odam manfaat topishi uchun, qiziqtirish uchun biz ani sovg'alar ham taqdim qilamiz. Mana o'zimizning bir nechta loyihalar orqali mana kommentariy yozadi-yu, kommentariy yozganda biz tanlab olib sovg'a taqdim qilamiz va shu intervyu olayotgan odamimizdan ham shu bitta sovg'a so'raymiz har doim. Mana o'tgan safargi intervyuda bitta ishtirokchimiz aytdilar, yoki men bilan nonushta qilinadi dedilar, yutgan odam, yoki shu yaxshi ko'rgan kitobimdan bittasini beraman dedilar. Masalan, sizni mana siz qanaqa sovg'a qilib bera olasiz? Masalan, bitta dona sovg'a. Menga ko'proq odamlar bilan muloqot, ayniqsa интересный odamlar bilan gaplashish yoqadi. Я предпочел бы bitta ужинmi, обедmi qilib berish qilardim. Sabab undan oldin aytganimdek, juda ko'p narsa mana shu odam bilan gaplashganingizda kelib chiqadi. Va sinergiya degan narsa bor, 1 + 1 11 degan. Da. Energiya degan narsa bor. U mendan qanaqadir opit olishi mumkin, men undan qanaqadir opit olishim mumkin. Поэтому самое важное, мне кажется, одно из важных действий bu odam bilan gaplashish, muloqot qilish. Zo'r. Rahmat, hurmatli obunachilar, mana eshitdinglar. Mana Sanjar aka aytdilar, yo biznes obed bo'ladi yoki biznes ujin bo'ladi. Endi vaqtlariga qarab biz kelishishga harakat qilamiz. Albatta qiziqarli kommentariy yozinglar. Yozganinglarda telefon nomeringlarni iloji bo'lsa yozinglar. Telefon nomeri bo'lmasa, Telegram akkaunt, Instagram akkaunt bizni sizlarni topishimiz oson bo'lishi uchun va sizlarni biz tez topib, shu sovg'alarni sizlarga topshiramiz. Va intervyuni davom ettiramiz, okey? Mana yoshligingizda qanaqadir sport bilan shug'ullanganmisiz? Ha. Qaysi sport? Sambaga borganmiz, orada boks bo'lgan. Professional darajada emas, любительский bo'lgan, как бы vaqtim просто ketmasin deb, полезный pольза nimadir bo'lsin deb shug'ullanardim. Yoshligimda masalan tennisga juda ko'p borganman. No, tennisga shu esimda bor. O'qishim отставать qilishni boshlagan hisobiga, qolib ketayotgan hisobiga, endi u payt yosh edim, ota-onam tennis yig'ishtirib tura qolib aka deyishgan. Maktab payti. Birinchi bo'lib o'qishing bo'lishi kerak har doim. O'sha hisobiga hali ham bir xilida eslab yuraman ota-onamga, shu payt bekor meni olgansizlar tennisdan, yaxshi ketyotdi, yoqardi menga shu narsa deb. Lekin baribir o'z yoshligim tavsiyam birinchi o'rinda o'qish bo'lishi kerak ekan. Ayniqsa hozir mana vaqt ko'rsatyapti, biz paytda ingliz tili uklon unaqa kuchli bo'lmasdi. Ingliz tilini nafaqat ingliz tilini, qaysidir tilni o'rgansangiz, o'zingizga juda katta plus bu. Mana hozirgi ishlayotgan yoshlar, bizda основной yoshli studentlar juda ko'p ishlaydi. Hammasi ingliz tilini biladi. Shu ingliz tilini bilganning hisobiga mana shunaqa yaxshi ishlar yaratilyapti. Kam bo'lmayapti. Shuning uchun yoshlarga tavsiyam, vaqtinglar borim, bekorchimisizlar,
ingliz tilini o'qinglar, xitoy tilini o'qinglar. Mana hozir menimcha bizga masalan juda ko'p shoferlarimiz испаноязычный. Aha. Meksikalik bo'lishi mumkin, kolumbiyalik bo'lishi mumkin. Bizga mana hozir ispan tilini yaxshi biladigan spesialistlar ham kerak. Ana. Zo'r. Ingliz tili spesialistlar bizda ko'p, ingliz tilini biladi. Da. Lekin mana ispanchalik kerak bir xilda bo'lib qolyapti. Aha. Alohida o'sha ispan tilida gaplashadigan shoferlar uchun alohida spesialistlar kerak. Ana. Chunki hamma ham shofer ispan tilida gaplashgani bilan ingliz tilini bilmaydi bir xillar. Ha. Biladi yoki yomon gaplashadi yoki tushunmaydi bir xillari. Biz bilamiz, u переводчик orqali gaplashadi. Dispetcherimiz bir xilda qarasam Google Translate yoqib qo'yadi, ispanchadan rus tiliga yoki ispanchadan ingliz tiliga yoqib qo'yib, uni gapini перевод qilib turib, keyin unga javob berish kerak. Ispan tilida. Vaqt ham ketadi, anaqa ham ketadi. Zo'r. Mana qancha ko'p til bilsangiz, shuncha o'zi aslida zo'r. Mana siz nechta tillarda gaplashasiz hozir? 3 ta tilda основной menda. Yoshligimdan endi основной men tilim baribir rus tili, o'zbek tili, ingliz tili. Mana hozir ta'lim bilan yana keyingi savollarga bog'laymiz. Mana ta'limga e'tibor berishgandingiz. Mana maktab bitirgandan keyin qanaqa davom etgan bu ta'limingiz? Maktab bitirgandan keyin institutga kirganman. Institut Toshkent irrigatsiya melioratsiya instituti bo'lgan. O'sha yerda o'qiganmiz. No, дополнительно o'sha payt esimda bor. Men ingliz tili kursiga ingliz tilim u paytda kuchli upor bermasdim. Keyin уже vaqt o'tib shu 2016-17 yil mana shu logistika kirishdan oldin ozgina nimadir qiziqishni boshlaganman ingliz. No, ishonasizmi yo'qmi, logistikadan даже boshlaganda ham ingliz tilim yaxshi emas edi. Shu hayot majburladi. Mana shu o'tirib, bolalar bilan o'tirib, ishchilarim mendan yaxshi bilardi ingliz tilini. Lekin mana shu o'tirib, o'qib, hayot majburlab qo'ygan shu narsani yodlashga. Oxirgi mana 1 yil ichida kuchli upor beryapman ingliz tiliga ayniqsa. Уже чтоб native speaker deydi-yu, svobodno gaplashish uchun maksimalni harakat qilaman. Bo'sh vaqtim bo'lyapti, mana peshkom yurayotganimda bu podkast yoqib qo'yaman, nimadir Netflix kino ko'raman, ingliz tilini maksimalni yodlashga harakat qilaman. Zo'r. Mana bizda hozir bor ma'lumotlarga qaraganda, mana kompaniyangiz mana shu kungacha mana oboroti 9 million dollar bo'lgan va yillik oboroti o'rtacha hozir 2 million dollar. Taxminamda. Mana hozir 2026-yilda necha foizga o'sishi mumkin deb taxmin qila olasiz, aka? Endi u avvalambor Xudodan. Biz taxmin ham qilib ko'rolmaymiz, sabab har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Nimadir o'zgarib qolishi mumkin. Balkim yaxshi bo'lib qoladi, balkim yomonroq bo'lib qoladi. Hozir AQShda mana tем более juda katta изменениyalar ketyapti. Agar bilasizlarmi yo'qmi, endi immigrantlarga juda qarshi, nelegal immigrantlarga qarshi juda katta anaqa ketyapti, kampaniya ketyapti. O'shani hisobiga masalan juda ko'p shofer ketib ishda. Faqat bizda, вообще hammada, butun Amerikada hozir 40-50% menimcha kamaygan. Shofer soni, driver soni. Lekin bu yil kimdir eshitsa, tendensiya yaxshi, ekonomika o'sib ketadi Amerikada. Ekonomika Amerikada o'ssa, bu degani грузоперевозка ham o'sib ketadi, oshadi. Narxlar oshadi, yuk soni ko'payadi. Mana Covidda bekorga aytganim yo'q boya. Covid paytida vроде бы qanaqadir krizis chiqayo ishlamayapti, lekin logistika nima rivojlanib ketdi. Hamma uyda o'tiribdi. Hamma uyda o'tiribdi, dostavka ishlashni boshladi. Hamma uyga dostavka ishlashni boshladi. Qanaqadir krizis o'zi aslida plus ham olib keladi. To'g'ri. O'sha narsa bilan odamlar воспользоваться qildi. Bizning vatandoshlar, o'zbeklar, mana partnyorlarim nechtasi bor. Hamma shu narsa bilan воспользоваться qilyapti. Bozor hamma o'ylaganki, to'shti hozir yomon bo'ladi, lekin aslida naborot zo'r bo'lib ketdi. Mana yangi yil kuni ham mana opam aytdilar, ani korzinkada odam to'lib ketdi. Men o'sha korzinka go ilovasiga kirib zakaz qilib 25 minutda olib kelib berdi. Bizda ham O'zbekistonning o'zi noiloj bu narsa keladi. Noiloj. Tez ishlayapti haqiqatdan. Tez ishlayapti. Zo'r ishlayapti. Qulaylik. Cho'kka ishlayapti. Shu narsalar borgan sari rivojlanib ketaveradi. Bizani O'zbekistonlik o'zi aslida mana hozir 2-3 ta partnyorimiz kelgan Amerikadan yaqinda, kutib olib, mehmonga borib anaqa qildi.
ular bizani bankovskiy sistemani ko'rib Ha. и bir ikkita masalan servislarni ko'rib, onlayn servislarni ular даже qoyil qolishdi. Bizda Amerikada ham bir xil narsa bunchalik ishlamaydi. Aha. Zo'r. Bankovskiy sistema masalan onlayn servislar, udobstvolar juda ko'p. Shuning uchun men aytaman, bizda yaxshi specialistlar juda ko'p. Juda ko'p, ideyalari ko'p. Ideyalarni olib chiqishyapti hamma yoqqa. Sizni hayotda shioringiz bormi qanaqadir? To'xtash kerak emas. Ha. To'xtash kerak emas. Bir xilida bo'ladi, haqiqatdan og'ir, tupik deb o'ylaysiz, lekin to'xtash kerak emas. Ha. 10 ta narsa qilib ko'ring. 20 ta narsa qilib ko'ring. Bitta ikkitasi o'xshaydi обязательно. To'xtash kerak emas ekan. Ruschasiga aytganda nельзя отчаиваться. Нужно продолжать. To'xtadingizmi? O'xshamaydi. To'xtash kerak emas. Hayotda har xil narsa bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Odamlar keladi, ketadi, keladi, ketadi. Lekin sizni o'zingizni qanaqadir ideyangiz yoki mechta qanaqa bo'lardi? Orzungiz bo'lsa, hech kim eshitmay qilish kerak, borish kerak. Orzungizga borish kerak. Zo'r. Mana shunga yana yaqinroq savol. Mana uyingizdagili sizga berishga eng zo'r mana nasihatlari, siz hayotingizga foyda bergan. Hamma narsaga sabr bilan qarash. Bir xilda masalan uydagilar sizga gapirishi mumkin, o'rgatishadi to'g'ri. Lekin shunaqa ham narsalar bo'ladiki, hayotda siz bu narsani попробовать qilmaguninggacha bila olmaysiz. Masalan, aytadi bir xilda sabrli bo'l, bunaqa qil, bunaqa qil. Lekin baribir o'sha narsani qilib ko'rasiz. Kuysangiz ham qilib ko'rasiz. O'shaning uchun bir xilda bu narsa polza ham bo'lishi mumkin, foyda olib kelishi mumkin. Bir xilda kuyishingiz mumkin. Lekin kuyganingizda ham siz nimadir opit olasiz bu narsadan. Shu opit olasizmi, nima qilasizmi? Sinmay, sabr bilan yana davom ettirish kerak. Ulug'bek Maksimov gaplari esimga tushib ketdi. Ani Inkasb asoschisi bor, Latipov olganlar intervyu o'sha aytadilar, "Men uni gapini eshitaman, buni gapini, hammani gapini eshitaman, lekin bari o'zimnikini qilaman." To'g'ri-da, to'g'ri. Odamlar mingta, tushunyapsizmi, mingta odam mingta fikr. Qancha ko'p fikrni bir xilida eshitsangiz, shuncha fokusingiz ketaveradi. U bor narsa, o'zingizni aytaman, mechta есть, всё нужно идти к ней. Odam o'zi bilishi kerak haqiqatdan. Odam o'zi bilishi kerak. Hammani eshittirsangiz ham o'xshamay chiqishi ham mumkin. Orada chunki har xil odam bo'ladi. Hasadgo'yi bo'ladi. Ha. Yaxshi niyatli bo'ladi odam, yomon ko'rganmiz bunaqasini ham, yomonlik qilib ketgan odamlar ham bor. O'zimizning kompaniyada ham bo'lgan unaqa narsa. O'zimizning shogirdlar rivojlantirgan proyektlarni ham o'g'irlab ketganlar bor. Har xil vaziyat bo'ladi. Bu degani men sinib qolishim kerak emas degani emas. Dalish hayot davom etyapti. Har bitta odamning o'zini qanaqadir missiyasi bor. Shu narsani rivojlantirish kerak, bajarish kerak. Zo'r. Mana hozir 35 yoshdasiz. Mana bir 50 yoshingizni tasavvur qilsangiz, uje qanaqa hayot ko'rasiz o'zingizga? To'g'risini aytsam, o'ylab ko'rmagan ekan. Yaxshi savol, lekin o'ylab ko'rmagan ekanman. Oldindan nimadirga endi orzu havas bo'ladi hammada. Nimadir представлять qilaman. Endi 50 yoshgacha Xudo nasib qilsin, shu yoshlarga chiqib nimadir globalniy proyekt yaratish. U faqat bu hayotda endi yosh o'tgan sari akasi tushunar ekan, bu hayotda faqat pul emas. Nimadir yaratgingiz kelib qolar ekan o'zi. Borgan sari, o'tgan sari. Pul ham olib kelish kerak, bu narsa daromad olib kelish kerak. Bu narsada yomon tarafi yo'q, yomon narsa yo'q. Lekin shu parallelni nimadir shunaqa ham produktni sozdать qilish, odamlarga foyda olib keladigan, o'zingizga ham pul olib keladigan, daromad olib keladigan mana shunaqa nimadir produkt yaratish. U produkt deganda ham faqat живой produkt emas. Может быть какой-то стартап, проект какой-то, онлайн-проект, может быть.
shu. Demak 50 yoshingizda как бы muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lib, как бы mana tadbirkorlar bor, tarixga kirgan. Stiv Jobs, mana hozir Elon Musk mana bir narsalar qilib yuribdi. O'sha eng boy odamga aylandi-yu, dunyo bo'yicha 748 milliard dollarga chiqibdi aksiyalarining bahosi. Ular mana raketa uchiradi, elektromobil qiladi, Neuralink qiladi. O'shalarga o'xshagan nimadir produkt yaratib, shu как бы dunyoni o'zgarishiga globalniy hissangizni qo'shmoqchisiz. Tushunishim bo'yicha. Tarixda shu Murodov Sanjar такой-то mana ishlar qilib ketgan. Bu hamchi mana hamma siz перечислить qilgan odamlar hamchi bunda olib qarasangiz programmist emas, yana kimdir emas. Bular человек идеи deydi. Mечтатели-da. Mечтатели. Shunaqa ham hayot shunaqa ham bo'lib qolar ekanki, mana shunaqa mечтательlar game changing deyiladi-yu. Nimadir ideya просто olib kelib qo'yadiki, yoki kallasiga kelib qoladi o'sha narsa. Revolyutsiya qiladi o'zini anaqasida, sohasida. Yangilik kiritib yuboradi. U yangilik butun odamzodning tarixini o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana masalan, xuddi shu Steve Jobs deyapsiz, telefon. U vdохновлен o'zini anaqasini, orzusini emas, даже kamchiligini desa bo'ladi. Nimadir eski telefonlarning kamchiligini nimadir olib chiqib odamlarga sotgan. Mana shunaqa mечтательlar bir xilida odamlarga juda полезный narsa olib keladi. Shuning uchun boya aytganimdek, mечтать qilish kerak. Odam orzusi bo'lishi kerak. O'sha orzusiga qarab ketish kerak. Bir kun emas, bir kun nimadir o'xshab qoladi. Bo'ldi, katta rahmat. Men Sanjar aka, mana intervyuimizni ham o'sha nihoyasiga kelib qoldik va shu nihoyasida mana obunachilarimizga o'zingizni bir tilaklaringizni bildirsangiz, rahmat. Avvalambor obunachilarimizga yangi yilni tabriklamoqchiman. Shu kirib kelgan 2026-yilda faqat yaxshilik bo'lsin. Kimning nimadir orzusi bo'lsa, orzulariga erishsin. Va o'sha aytganimdek, to'xtamanglar. Orzungiz bo'lsa, orzuga boring. Nimadir ideyangiz bo'lsa, harakat qiling. Faqat harakat. Rahmat katta. Rahmat. Sizlarga rahmat katta. Salomat bo'ling.